eng ulug' mukofoti bu ne'mati huzur halovat, tinchlik, xotirjamlik, tansihatlik, dili beg'amlikdir. Hammangizga ham shunaqa to'ylarga yetkazsin. Shu aka-ukalarni xizmatlariga biz hurmatli qadrdonimiz Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi ma'naviyat ma'rifat bo'limini boshlig'i, ma'naviyat ma'rifat bo'limini boshlig'i Ma'ruf akamizni hurmatlari bilan shu izdihomlarda xizmat qilish nasib qilib turibdi. Ma'ruf aka rahmat shunday fayzli xonadonga, yana tumanimizda shu urgutimizda solingan yangi fayzli Novbog', ya'ni yangi bog' to'yxonasiga taklif qilganlaring uchun katta rahmat. Xizmatlarimiz ko'ngillarni to'ldirayotgan bo'lsa, biror bir qo'shig'imizni bir arzimagan pardasi qalbinglarga tuynuq ochgan bo'lsa, sozandalarimizni chalayotgan, nag'ma qilayotgan sozlarini birorta notasi yuraginglardan o'rin olgan bo'lsa, usulchimizni yaxshi usullaridan bahramand bo'layotgan bo'lsanglar, mana Ravshan akamizni ovoz kuchaytirgishlari qalbinglarga yetib boshingizlarda og'ritmayotgan bo'lsa, bizga bundan ortiq baxt yo'q. Shuning uchun talablarga binoan, mana shu yerda o'tirgan, mavjud bo'lib o'tirgan insonlarning talabiga binoan shu ijro etib kelayotgan qo'shig'imiz, ya'ni tinchlikni, shukronalikni, Allohga, vatanga, el yurtga bo'lgan muhabbatni tarannum etadigan shu qo'shig'imizni ijro etib beramiz. Ne'matlarning eng yaxshisi bo'lgan, eng ulug'i bo'lgan huzur halovat xonadonlarni tark etmasin. Sog' bo'linglar. O'tar mening kunim, men ham sizday ko'rgim kelar oy quyoshni, lek taqdirdan olmasdan yashayman jin. Faryod solib toshga urmam aziz boshni, lek taqdirdan olmasdan yashayman jin. Faryod solib toshga urmam aziz boshni, shukr deyman oyoq qo'lim salomatdir, gar nolisam bu xudoga malomatdir. Ming bor shukr ko'kka yetar bo'ylarimiz, har kun to'yga ulanmoqda o'ylarimiz. Tirik jonni rizqin berar qodir Xudo, elga tinchlik so'rar duo go'ylarimiz. Ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir, yar nolisak bu Xudoga malomatdir. Ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir, yar nolisak bu Xudoga malomatdir. To'rt yonimda qolganim uchun yor do'stlar, bilinmaydi uncha muncha kamu ko'zlar. Farzandlarim kulgusida yashasam man, xotirjamman ko'rmasa ham mayli ko'zlar. Qalbing bilan ko'rish ham bir karomatdir, yar nolisi bu Xudoga malomatdir.
sabr qilmoq qandoq go'zal. Shunda o'zi qo'llar bizni buyuk rahmon. Shirin qilmoq mo'minlikdan dalolatdir. Gar nolisak bu xudoga malomatdir. Ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir. Gar nolisak bu xudoga malomatdir. Tiriklikning o'zi ham zo'r mukofotdir. Gar nolisak bu xudoga malomatdir. Gar nolisak bu xudoga malomatdir. Tiriklikning o'zi ham zo'r mukofotdir.